2025-yil 12-noyabr kungi xon taxtalar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Avvalambor bitta gapni eslatib qo'yaylik. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarni yo'lga qo'ydik. Bemalol pastda raqamlarda qoldiryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyatga albatta dastlabki xizmatlarimiz pulli. Bemalol aloqaga chiqsalaring 4 kun uzog'ida yetkazib beramiz. Xo'p, xon taxtani eng kichkina razmeridan boshlaymiz. Qarang, kichkinagina 55 ga 80 razmer. Hozirda do'konimizda narxi 110 ming so'm. Bundan kattarog'i bor. Mana bunisi 60 ga 1 metrli xon taxtamiz. Buni narxi hozirda 120 ming so'm. Orqalari fanerkali, suvsiz ishib ketmaydi. Undan keyingi razmerimiz 70 ga 110imiz. 150 ming so'm. Bu ham xuddi shunaqa fanerkali. Ixcham joyda, ozgina joyda egallaydi xolos. 150 ming so'm atiga. Undan keyingisi 80 ga 120si. 80 ga 120sini narxi 180 ming so'm. Xo'p, mana chiroyli oppoq fanerkalarda bitgan. Bemalol aloqaga chiqsalaring yetkazib beramiz. Bundan keyingi razmerimiz 90 ga 130 bo'ladi. 90 ga 130 narxi 200 ming so'm. Xo'p, keyingi razmerimiz 1 ga 1,5. Ichkarilarni bitta ko'rsatingda. Mana 1 ga 1,5 mana ko'rib olinglar bitta. Bu hozirda 260 ming so'm. 1 ga 1,5 razmer. Endi siz biz video qo'yganimizdan keyin 5 oydan keyin, 6 oydan ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Shunda narxlar o'zgarib ketadi. Keyin nimaga bunaqa narx deb yurmanglar, uzr-oma. Xo'p, eng katta razmerimiz 1.30 ga 2,5 metr. Hozirda 550 ming so'm do'konimizda narxi, dastlabki xizmatidan tashqari. Undan keyingilari 1.30 ga 2.30. 1.30 ga 2 metrligi ham bor. Mana kelib ko'ringda mana. Endi kattagina bemalol mehmonxonalarga chiroyli qilib qo'ysiz bo'ladi. Bular suvsiz ish ketmaydi. Bundan tashqari do'konimizda bundaqangi yig'ma xon taxtalar bor. Joyim kichkina, yig'ishtirib olib qo'ygani joyim yo'q desalaring, bemalol mana yig'ishtirib olib qo'ysalaring bo'ladi. Ixcham mana ko'tarib yuraverasizlar bemalol. Bularning narxlari alohida. Masalan, 1 ga 2 metrligini narxi 650 ming so'm dastlabki xizmatidan tashqari. Xo'p, xon taxtalarda 1 ga 1,5 qaysi razmer, xullas qaysi razmerda aytsalaring qilib beraveramiz. Faqat eng kattasi 2 metrgacha qilib beramiz. Xo'p, bularning sifati